Molxona Jorj Orvel ingliz yozuvchisi bo'lib, g'ayrixayoliy romani va Molxona rivoyat qissasining muallifidir. Jorj Orvel Molxona asarini 1943-yilning noyabridan to 1944-yilning fevraligacha yozgan va 1945-yilning avgustida e'lon qilgan. Kitobni har bir inson o'qishi, mulohaza qilishi lozim. Nega bu dunyomiz shunday? U aslida qanday bo'lishi kerak? Molxona jahon adabiyoti tarixidagi eng muvaffaqiyatli va bahsli asarlardan biri hisoblanadi. Asar g'oyasidan kelib chiqib, asosiy namuna sifatida SSR olinganligini faraz qilish mumkin. Molxonani o'qir ekansiz, juda tanish hodisalarni o'qiyotganday bir his qamrab oladi sizni. Sotqinlik, voqealarni va faktlarni soxtalashtirish, o'z maqsadlari uchun tarixni o'zgartirishga urinish, insonlar jamiyatining ham odatiy holati, barining ostida hokimiyatga intilish hissi yotadi. Hokimiyatga intilish hirsi ozodlikka intilish niqobiga o'ranadi. Insonning hokimiyatdan qutulgan, tenglik va ozodlikka asoslangan molxona qurishga jonlangan jonivorlar, yana diktaturani bir toifa hayvonlarning boshqa toifa hayvonlar ustidan hukmronligini barpo etadilar.